Rasulimiz alayhissalatu vassalam bizni sog'inganliklarini 14 asr muqaddam aytib qo'yganlar. Jannatul Baqi qabristoniga chiqib ziyorat qildilarda vafotlaridan bir necha kun avval "Men do'stlarimni sog'indim" dedilar. Yonlarida turgan sahobalar hayron bo'lib, "Biz emasmi do'stlaringiz?" "Yo'q" dedilar. "Sizlar mana ashobimsiz, sahobalarimsiz. Do'stlaringiz kim?" "Do'stlarim mendan keyin meni ko'rmasdan menga iymon keltirganlar" dedilar. Sizni sog'indilar. Hali dunyoga kelmagan ummatini sog'inib ko'zlariga yosh olgan payg'ambarimiz alayhissalomni biz biror marta ham eslab ko'zimizga yosh olmasligimiz ertaga qiyomatda u zotning yuziga qarashlikdan uyaltiradigan ish emasmi? Shuning uchun Rasulimiz alayhissalomni tanishlik, o'rganish, sunnatlariga amal qilishlikni mana shu oyda hech bo'lmaganda o'rganib, keyin uni butun yil davomida hayotimizga tatbiq qilib borish